Shuncha negativ, shuncha azob, dard, bittasini urgan, tepgan, surgan, narsasini o'g'irlagan, xiyonat qilgan, aldagan, o'ldirgan, voy buncha qilmishlar va qidirmishlar bu absurd holatda. Aytdim, sudya bo'lib ishlash uchun ham haqiqatda temirdan bo'lish kerak ekan. Bu narsalarni hammasini negativlarni o'zida ushlashni o'zi bo'lmaydi. Buni bitta voqeani eshitsam, men o'sha o'zida qotib qolaverardim. Keyin bolasini urib tashlaganlar, qaynanalar aralashgan, o'g'lini ustma-ust uylantirgan, o'g'li nechtasini yo'lda bolalik qilib hammasini tashlab ketgan, alimentini to'lashdan qochib yurib, bolasini bir balo qilib ketgan. Endi juda ham rasvo holatlar. Bularni ko'rib aytdim, yo'q, men bu yerda jin bo'lib qolaman, voy. Bu ujizxona ekan-ku dedim. Ujiz, haqiqatda ujiz. Dahshat. Mana jahannam. Mana shu do'zax. Mana shu do'zaxda qanaqa qilib bu sudyalarga qoyil qolish kerak o'sha yerda ishla olayotganiga. Keyin qochib ketdim o'tdan. Yo'q dedim. Men bunaqa azobda ishlash, buncha odamlarni negativini ko'rish, ichidagi qoraligini ko'rish, bularni bir-birini narsa uchun yo'q qilib tashlayotganini ko'rib yashash, bu azob ekan dedim. Bu yerda ishlamayman. O'zimni sanatim yaxshi o'ynab kulib yuradigan o'sha yerga ketdim. Yana shu tashkilotchiligim masalasi, tashkilotchi konsertlarni tashkillashtirardim. Qo'shiqlar mana ko'rib turganinglar misol uchun qancha qo'shiqlarni o'sha paytlarda qilardim. Bitta muammo kelardi, qo'shiq kelsa deydi-yu, yillab menda juda ko'p oyi 15 qorong'i degan paytlarga tushib qolgan ekanman. Hech qo'shiqlarimni yetkazib bora olmadim. Keyin yog'iga men onam olamdan o'tib qoldilar. O'sha sizlar tanimagan ko'pchiliginglar oranglarda qarg'ayotgan onam, Mushtipar, meni aziz onam olamdan o'tganlarda men butun umr onam bilan yashaganman. Arzimagan bir necha oylar aytmasa. Oldimda yurgan inson birdan yo'q bo'lib qolganda qiyin bo'lar ekan, depressiyaga tushib qoldim, og'ir holatlarga tushib qoldim. Yolg'iz 3 ta bolam bilan umuman yolg'izlanib qoldim deb. Bilaman, Alloh meni yolg'iz qo'ymaydi, Allohim bor, lekin material dunyoda insonlar orasida shu meni eng tirgagim, meni motivatsiya berib turadigan insonim olamdan o'tgandan keyin mana hozir mana shu cho'pon, onamning cho'ponlari shu hovlimda hozir o'tirib, onam bilan birga yashagan hovlimiz, hovlida yashab, mana onamning cho'ponlarini doim kiyib yuraman. Kiyib o'tiribman, narsa qoldi-da. Narsa bor, lekin onam o'zi yo'q, onam ketdilar, juda ko'p siqildilar, oxirgi paytlar hayotdan xafa yurgan vaqtlari bo'ldi. Shu ba'zi bir oilamiz a'zolarini hisobiga shunaqa bo'lib qoldi. Ketdilar, juda ham qiynaldim, juda ham depressiyaga tushdim. Keyin aytdim, yo'q, men o'zimni shu bir psixologiya bo'yicha o'qiyman. Psixologiyada o'qib, uni ham bitirdim, tugatdim, hamma yo'nalishini o'qib chiqdim o'zi ham. Keyin o'tdagi kamchiliklarni ko'rdim. Keyin astronomiya, astrologiyani ham o'sha oldindan o'qib yurardim. Uni yanada kuchaytirib o'qishni boshlab va mana oxiri hamma bilimlarni birlashtirganimda yana sizlarga savollarga javobim Alloh bormi degan nesini olib tashlash kerak. Alloh bor va u doim biz bilan birga, biz esa u bilan bog'liqmiz. Ya'ni ba'zilar uzilib qolgan bog'liqligi boya aytganimdek. O'shaning uchun men hammaga maslahat beraman, solat qilishni. Qur'on o'qisanglar, solat qanday qilinishi albatta o'tda Alloh hammaga bilim bergan, tushuntirgan. Mana shunaqa gaplar, shunaqa qilib psixologiyadan ham ma'lumot o'qib turib diplomli olganman, huquqshunoslikdan ham diplomli o'qib turib shu yo'nalishda mutaxassis bo'lganman. San'at sohasida ham estradani bitirib, ya'ni hozirgi kunda faqat tashkilotchilik, konsert tashkillashtirish va mana shu astronomiya, astrologiya bo'yicha va o'zimni endi asosiy kasbim deb bilmayman xonandalikni, lekin juda ham yaxshi ko'rganim uchun mana hozir yana albomlarimni chiqarishni boshladim. Undan tashqari 22 ta kitobni muallifiman. Bemalol Litrisda o'qishinglar mumkin, ya'ni hayot, ezoterika, yulduzlar, psixologiya, mana shu o'zim o'qigan, o'rgangan va yozishga haqqim bo'lgan, o'qigan diplomlarim bo'lgan masalalarda kitoblarni muallifiman, chiqarganman. Litrisda ko'rishinglar mumkin. Mana shu sayt yaratdim, asraplatforma.chengiza.com saytini, chunki bitta insonni taqdirini o'qish uchun hayotini 1-2 kun vaqt ketib qoladi hisoblashga. O'shaning uchun sayt yaratdim. Bu sayt ham mavjud bo'lib turishi uchun internetda ham platniy stoyanka degan joylar bor ekan, platniy stoyankaga qo'yganman. O'shaning uchun saytim to'lovli. Har bitta hisoblangan narsa o'ziga yarasha to'lov yechadi. Chunki to'g'ridan to'g'ri nimaga ulangan, meridianligiga ham ulangan. Shuni hisobidan to'lovli bo'lgan. Yaratdim saytni, shu saytni boshqaraman va Buni orasida mana yaqinda rozigirish boshladim konsert bilan birgalikda. O'shaning uchun menga odamlar keyingi savolingizga javob shuki, mendan ko'p xafa bo'lishadi, yozishadi, hisoblab bering iltimos. Tushuninglar, men 3 ta bolani yolg'iz onasi hisoblanaman. Uyda ishlar bor, kir-yu, ovqat pishir, tozala, art, darslarni birga qil, olib bor, olibki, ro'zg'or ishlari bor, undan tashqari o'zimning shaxsiy ishlarim bor, undan tashqari men aytganimdek juda ham bilimga chanqoq insonman. Doim o'qimasam bir kunda bitinman, tura olmayman.